Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Demak, sizlar bilan biza monogennik gipertenziyalarni davom etamiz va shu kasalliklarni yana bitta vakillari haqida to'xtalamiz. Va bu safargi uslubda avval ma'lumotni berib, undan keyin tarix haqida gapirgandik. Bu safar tarix haqida boshlasak ham bo'ladi. David S. Giller, medical doktor haqida ma'lumot beramiz. Bu kishi Yale School of Medicine'da nefrologiya departamentida ishlagan. Mana o'sha joyda binoni surat chiqdi bizada. Va School of Medicine mana ishlaydigan gospitali bor o'shani yoki bo'lmasa klinikasi bor va institut o'zi asosiy korpusi. David Giller mana bu kishi ekan deb o'ylamanglar. Bu qiz David Giller emas. Shunchaki institut yonida rasm bo'lgani uchun men shuni oldim sizlarga. U kishi ichki kasalliklar va endokrinologiya yo'nalishida ishlagan klinik olim. Mana bu kishining rasmi mana bu. (98-yilda shu odam gipertoniya va preeklamsiyaga gumon qilingan bitta homilador ayolni ko'rigiga konsultatsiyaga chaqirishadi. Ya'ni noodatiy holat bo'lyapti, qon bosimini tushira olmayapmiz degan nimada chaqirishadi. Preeklamsiyani o'tgan bo'lsanglar bilasizlar, bo'lmasa katta kurslar biladi aksiyosida. Lekin shunda borgan paytda e'tibor qiladiki, preeklamsiyada proteinuriya bo'lish kerak, siydik oqsil bo'lish kerak, magneziy qilsa arterial qon bosimi tushishi kerak. Magneziy qillik deydi, arterial qon bosimi tushayotgan yo'q deydi. Analizlarga qaraydi, proteinuriya ham yo'q va shu kasal homiladorlikdan yaxshi chiqadi vaziyati bilan, shu yuqori davleniya bilan bari kesir-kesish bo'ladida, homiladorlikdan keyin ham shuni kuzatadi, ya'ni surishtirgan paytda homiladorlikdan keyin ham shuni arterial qon bosimi tushmaganini biladi, ma'lumot oladi bu. Va bu aytadiki, demak oddiy aksiyonlik muammosi bo'lmagan ekanda bunda degan fikr keladi. Oilaviy analizni o'rganadi shu narsani va surishtirganda o'sha erkaklar akalarda yoki amakilarda, tog'alarda ham gipertenziya borligini biladi. O'sha oila a'zolarining ayol vakillarida, aksariyat ayol vakillarida homilador payt ularning hammasida qon bosimi yuqori bo'lishini aytadi o'sha ayol. Shunaqa bo'ladi bizda. Va shundan keyin o'ylaydiki, u demak homiladorlikda progesteron oshadi. Homiladorlik bilan bog'liq bo'lsa, demak progesteron qon bosimini oshirdimikin deydi. Lekin fiziologiyadan bizga ma'lumki, o'shiga ham ma'lum bo'ladiki, progesteron aksincha mineral kortikoid reseptorlarga ta'sir qilib, ularni qisman bloklab, qon bosimini pasaytirish kerak edi deb shu joyda to'xtalib qoladi. Men aytmoqchi bo'lgan gapim bu bilan to'xtalayotganim, ya'ni o'sha kasalga yondashuv bu odamni. Shuni o'ylab yurganligi, shu muammoni o'ylab yurganligi ma'lum darajada ixtiroga ham sabab bo'ladi va mana shu kasallikni qiziqib, shu kasallikning sababini bu topib oladi. Va mana shu kasallik haqida gaplashamiz. Ya'ni mavzuyimiz monogennik gipertenziyalar sindromida mineral kortikoid reseptorlardagi mutatsiyalar yoki Giller sindromi haqida gaplashamiz. Har doim sizlarga tanish bo'lgan yoki jonlaringizga tekkan rasm chiqdi desam bo'ladi. Lekin jonlaringizga teksa ham baribir bu rasm chiqaveradi. Sizlar toki xotiralaringizda mixlanib qolmaguncha. Giller sindromi mana. Ko'ribsizlar? Mana bu turibdi. Mineral kortikoid reseptorlar, aldosteron bilan bog'liq muammo va yig'uvchi kanalchalarda. Mana shu narsani ikkalasi aytib qo'yibdi. Yig'uvchi kanalchalar bilan bog'liq sindrom o'tgan safar biz Liddle sindromini o'tdik sizlar bilan. ME'ni hali o'tmaymiz. Vaqt bor. O'tsak o'tamiz, o'zi o'qiysizlar va Giller sindromi mana shu yerda bo'ladigan muammolarni chiqarib qo'yibdi. Va MRA reseptoridagi G317R mutatsiyasi. Nima uchun G317R deganda G degani bu glitsin, R degani argin. Arginning sifrasi shunaqa belgilanadi, abbreviaturasi. Ya'ni o'sha glitsin 317-pozitsiyadagi argininga almashinib qoladi o'sha joyda va shu natijasi o'sha reseptor mutatsiyaga uchraydi. Shuning uchun G317R mutatsiyasi deyiladi. Mutatsiyaga uchraydi va natijasida shu mineral kortikoid reseptor aslida aldosteron ta'sir qilgandan keyin, aldosteron kelgandan keyin ochilishi kerak va natriyni o'tkazish kerak o'ziga yoki qonga natriyni o'tkazib berish kerak. Mutatsiya uchraganda aldosteron bo'lmasa ham faol bo'lib, natriyni qonga o'tkaza boshlaydi kanalchadan yoki qaytib. Va normada o'sha MRA reseptorda 11 beta HD2 ferment substrati bo'ladi normada. Bu
kortizolni inaktiv holatiga o'tkazadi. Ya'ni kortizol ajratgan paytda o'sha ferment uni aktiv holatdan passiv holatga o'tkazadi va kam miqdori qoladi o'sha joyda. Reseptorga kelgan kortizolni kam miqdori inaktiv holatga o'tmay qoladi, lekin kam miqdorda bo'lgani uchun reseptor unga javob bermaydi. Ferment uni maydaladi va qolgan qismi, kichkina qismi reseptorga ta'sir qila olmadi va natriy kanalni ocha olmadi bunday olganda. Mana bu yerda kelyapti sizlarga. Mana normasi. Kortizol keldi. Mana mineral kortikoid reseptorlar. Kortizol kelib bunga ta'sir qilish kerak, lekin kortizol kelgan paytda mana bu substrat ferment buni maydalab kortizonga aylantirdi va reseptorga ta'sir qila olmay qoldi, inaktiv qildi. Endi mutatsiya uchragan paytda kortizol kelib kanalni yopish kerak edi, inaktivatsiya holatiga o'tkazib, lekin mutatsiya bo'lish natijasida oz miqdorda qolgan kortizol mana ferment holati normal. Normalda buni ta'kidlayotganim, mana shu ferment o'zida muammo bo'ladigan manageni gipertenziya borda, uni o'tamiz. Yoki aytib o'tgizsam bo'ladi. Mana shu ferment yetishmay natijasida kortizonga aylanmaydi, aktiv bo'lib qoladi, to'g'ri MRga ta'sir qilaveradi va natriyni ichkariga tortishni ochib yuboradi. Va oz miqdorda kortizol ham mana inaktiv holatga keldi, lekin oz miqdorda qolganini aytdim yuqorida ta'sir qilmaydi kanalga, oz miqdorda qolgani ham mana mutatsiya uchragan paytda ta'sir qilar ekan bunga. Va natriy kanalni ochib yuborar ekan. Ko'ryapsizlar mana. Va normada boyagi holatda ham biz aytdik, progesteron o'sha mineral kortikoid reseptorga MRdagi bog'lanib uni faollashtirmaydi. Ya'ni aldosteron uchun joyni band qiladi bu. Mana bu sxemada berilgan. Hozir men sizlarga boshqa bundan aniqroq sxema chiqaraman. Mana. Progesteron MR reseptoriga kelib bog'lanadi-da, aldosteron kelib ta'sir qilayotgan joyni egallab oladi. Natijada aldosteron signal berib MRni kanalni yoqib yubora olmaydi, qo'shib yubora olmaydi. Mana bu yerda yashil bo'lgan qo'shilgan. Qo'shib yubora olmaydi. Natijasida kaliyning chiqishi bittaga bitta chiqib qoladi. Natriyning bu yoqqa o'tishi ham bittaga bitta kam bo'ladi. Mana shu mexanizm bo'yicha progesteron shunday ta'sir qiladi. Normada. Bular qiladi, mana ko'rdingizlar. Mutatsiya uchragan paytda progesteron kelib buni yopish kerak. Mana ko'rdingizlar, sxema chiqdi yana. Progesteron kelib buni yopish kerak edi. Bu progesteron signal sifatida qabul qilib qoladi. Xuddi aldosterondek qabul qiladi, ya'ni kelib yopgan paytda birdan qo'shiladi, yonadi va o'sha natriy kanallarni aktivlashtirib yuboradi, kaliy tashqariga chiqib, natriy ichkariga qonga so'rilishi ko'payib ketadi. Ya'ni kaliy qondan siydik chiqib ketadi ko'proq. Mana ko'rilgan sxema chiqdi. Va shuning uchun ham buni ikkinchi nomi, MRA mutatsiyasi Geller sindromining ikkinchi nomi progesteron activated hypertension, ya'ni progesteronga bog'liq bo'lgan gipertenziya degan nomi bor buni. Va epitelial natriy kanalchalarni, natriy atifazalarning ekspressiyasini yanada kuchaytiradi deb umumiy xulosa berdi. Endi diagnostik mezonlar qanday bo'ladi yoki buni qanday amaliy ahamiyati bor? Boya yuqorida biz aytdik, klinik holatga kelib qolganini Gellerda va vaziyatni tushuna olmagani, gipertenziya sababini bila olmaganini aytdik biz. Va mana shu Geller sindromi bizning homiladorlardan uchraydi va bizda preeklamsiya bu deb o'tkazib yuborishadi. Magnez qilishadi, ta'sir qilmayapti deydi, bu qilishadi-da, agar yaxshi chiqib ketsa o'zi vaziyatdan chiqib ketadi, bo'lmasa shu gipertenziyadan og'ir vaziyatga kelib o'lim holati ham bo'lishi mumkin. Preeklamsiya og'ir kechibdi, shundan vafot etdi. Lekin mana shu bemorlarda Geller sindromi bo'ladi. Aslida diagnostik mezonlar qanday? O'sha yuqorida aytgan Liddle sindromidagi holatlarning ko'pi bunda uchraydi. Erta yoshda boshlanadi gipertenziya, gipokalemiya bo'ladi, metabolik alkaloz bo'ladi, aldosteron miqdori past bo'ladi va buni tanlov preparati, target preparat amilarid yoki
triamterin, yuqorida aytdim, natriy kanallarni bloklab qo'ygandan keyin signal kelsa ham ishlamaydi natriy kanallar va natriy ko'p so'rilmaydi qonga va qon bosimi oshmaydi. Lider sindromida qanday bo'lsa, bu holatlar bir xil. Faqat buni endi qanday farqlaymiz? Misol erkak kishida ham uchrashi mumkin. Homilador bo'lsa, xos tushunarli, progesteron ta'siri oshyaptimi, demak, Geller sindromi bu deyish mumkin. Lekin erkak kishida ham uchrashi mumkin Geller sindromi. Uni qanday farqlaymiz? Asosiy narsa shunday ekanki, steroidlar fonida arterial qon bosimi ko'payadi. Mana yuqorida aytdim, kortizolda qanday ta'sir qilishini. Sxema ham keldi kortizolni. Qolgan kichkinagina qismi ham mutatsiyaga uchragan mineral kortikoreseptorni qo'zg'atib yuborishini. Ya'ni prednizolon yoki deksametazon qabul qilgan paytda qon bosimi haddan tashqari oshib ketadi. Yoki prednizolon qabul qiladigan kasallikka uchragan paytda u shunaqa kasalliklar bor, prednizolon beriladi doimiy. O'sha dorini ko'tara olmaydi. Men qon bosimi haddan tashqari oshib ketadi deydi, bu dori bilan deb aytadi. Ikkinchi narsasi, arterial qon bosimi stress bilan bog'liq. Asabiylashda boshqa bo'lsa tez ko'tarib ketadi qon bosimi. Va uchinchi narsa, o'sha odamni ayol kishi bo'lsa tushunarli, u yoki homilador bo'lsa yoki homilador bo'lib o'tgan bo'lsa, homilador bo'lmagan, turmushga chiqmagan bo'lsa yoki erkak kishi bo'lsa, shu bemor undan so'raladi. Opalari, singillari, xolalari, xullas ko'ram avloddagi ayollarda homiladorlik qanday kechadi deb. Homiladorlik shunaqa yuqori qon bosimidan kechadimi deb so'raladi anamnezdan va shu asosida tashxis qo'yiladi Geller sindromiga. Va biz aytdik Geller sindromini o'sha vrachni qanday bu masalaga yondashganini, mexanizmlarini aytdik, buni ahamiyatini aytdik va preeklamsiyadagi arterial gipertenziya bilan Geller sindromi arterial gipertenziyani ham men yuqorida shu Gellerda o'zini uchragan klinik misolda aytdimki, magneziy sulfat ta'sir qilmaydi arterial qon bosimini tushirishga va proteinuriya ham bo'lmaydi. Va shifokor shu muammoga kirib, shu progesteronga taxmin qilgandan keyin genetiklarni ham chaqiradi bu ishga. Genetiklar Richard P. Lifton, medical doctor, genetik laboratoriyani rahbari, o'sha Yala universitetida, o'sha kishi ishlaydigan joyda, o'sha kishi bu ishga qo'shiladi va genetikasini o'rganadi. Bu inson dunyoning eng mashhur inson gipertenziyasi genetiklari, ya'ni gipertenziyani genetikaga aloqadorligini o'rganadigan mashhur odamlardan biri. Mashhurligini ham sizlarga aytamanki, buni qilgan ishlarni Yala universitetida ishlaydi. Mana gene gipertenziyalarni sizlarga aytdim, o'tdim hozir. Mana bugun biz Gellerda o'tdik, Lidl bilan Gordonni o'tdik o'tgan safar, aparta mineral kortikoid eksesda o'zlari o'qiysizlar menimcha, chunki bunga ko'p to'xtalib patofiziologiya bo'lib ketadi. Patologiya emas. Nimamiz ko'proq, ma'ruzamiz ko'proq. Mana shu Lidl, Gordon, Geller va apparent mineral kortikoid ekses sindromlarning hammasidagi qaysi genlarda bo'ladigan mutatsiya shunga sabab bo'lishini shu odam topib bergan. Shuning uchun ham dunyoning eng mashhur inson gipertenziyasi genetiklardan biri sifatida tan olinadi bu odam. Va ikkinchi surat chiqdi. Suratdagi ayol kishi uni xotini emas. Agata Smagorskaya deydi, medical doctor u ham DNKni tiklash mexanizmlari, DNKni reparatsiyasi va Fanconi anemiyasi bo'yicha dunyo miqyosida tan olingan mutaxassislar. Bularni men sizlarga ko'rsatib o'tayotganim, o'sha har bir ishni qilgan odamni aytayotganim, sizlar ham shular qilgan ishni qila olasizlar. Faqat xohish bo'lsa va o'sha bir muammoga kirgan payt o'sha muammoni o'ylab yursangiz, o'sha kasalga tashxis qo'ya olmagan paytlaringizda shu kasal haqida o'ylab yursanglar, bemor haqida o'ylab yursanglar, albatta sizlar shuni sababini topasizlar va shu yo'nalishda, shu yo'lda sizlar o'zlaringiz bilmagan holda katta ishlar qilasizlar. Hammalaringizga shunaqa mashhur ixtirolar, kasalliklarni patogenillarini, mexanizmlarini ochish nasib qilsin. Shu bilan mana gipertenziyalar mavzusini yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.